Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Kecha bergan pullarimni olib chiqdim. Xo'p, bo'ladi, hozir olib chiqaman. Tezlashtir faqat. Ro'shan, shu yerdamidi? Qarzlab turish yengil yo'lini topsan-da. Qancha berishim kerak senga? Sen bera olmaysanmi? Shu 200 o'zi. Mana qara. Sen o'ylagancha sen qo'ygan. Qancha berishim kerak? 200 dollar berishim kerak. Mana shu. Ko'p o'tdi. Ol. O'rtoq, mana shakarli kirib ketganidan keyin rasoqindan yomonlayotibdi. Sindi. Bo'ldi, bu oyoq turolmaydi deyapti. O'zing uchun bilib qo'ygan. Shunaqa degan. Shunaqa deyapti san orqangdan ikkita shakar. O'rtoq, mana bu dori nimaga kelgansan? Sen meni yoshlikdan o'sgan yaqin og'ayniman. Holatingni ko'ryapman. Hamma yoqing joyida. Yuzing ko'karmagan, qo'ling shilinmagan. Nimaga unaqa deyapsan? Nimaga unaqa deyapsan? Shakarli ikkita emas, 3 ta ekan. Shuning uchun shunaqa deyapman. Agar sen ham o'shalarga o'xshab shakar bo'lmaganingda yonimni olib holating nimadir bo'lgan bo'lardi. Dorga keladigan bo'lsak, bu tor menga emas senga. Shunga qarab ishingni qilarsan. Kecha mani sindi degan oy mani qadrdonlarim omad kelsa oldimda sal yiqilsam ortimdan